好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的内容是第二单元阿里木来乌鲁木齐2。Bugün bizdeki öğreneceğimiz Alimning Urumchiga kelishininki ikinci bölümünün mu? Yani ikinci bölümü ya. 也就是我们的第二部分的课文和生词。一样，咱们先从生词开始。Avval biz ham sözler bilen tanışıp o'taylik. Birinchi söz ja. Ha, bu söz qanday bo'ldi? Yezilishimiz dian, pie, 横钩, 宝盖头, anda 横撇, 弯钩, pie, na. Bu sözдің қанчыншы қытым, үшінші қытым пайда болышы, Bu üçüncü қытым пайда болған жағда, яғни мұшы сөздің ки үшілі мәнісі бір жаттан шықпаңды. Біріншісі өй, ikkincisi мықтар, әмді bu дәрісті шыққан мәнісі aile. Менің ailem, o da家. Mən ailemni söyümən,我爱我的家. 我爱我的家. Benim bir naite ıllık ailem var desem, 我有一个温暖的家，温暖 ıllık， 我有一个温暖的家。好，家diyen bu sözün manası aile。下一个词，挤，撇，横折弯钩。naite adli bir xat， manası qancha, yani sanni so'raydi, sanni so'raydi. Masalan, siz qanchaga kirdingiz? Ni ji sui la. Nimani? Qancha yosh degan ma'noda, siz qancha kirdingiz deb. Uningdan boshqa qancha odam desak, ji ge ren, qancha kitob, ji ben shu. Sizga qancha kitob kerak desak, ni需要几本书desak bo'ladi. Ji qancha. Keyingi so'z kou. Bu kou degan bu xatni dastlabda biz mushu penpang bu showni o'rgangan vaqtimizda o'rganib bo'lgan shunaqo. Shu hang zhe hang. 非常简单的一个字, nayda oson bir xat. Ma'nosi ig'iz. Lekin bu darsda buning ma'nosi nima bo'lib mangdi? Miqdor, ya'ni nupusga qarta bo'lib mangdi. Sizlarning uyda qancha nupus bor desak, 你们家有几口人? 你们家有几口人 desak bo'ladi, 几口人. Bizning uyda 5 nüfus var, yani 5 adam var desek, 我们家有5口人 desek buldu. 我们家有5口人. Kou asli ma'nosi ig'iz, yani nüfusga qarta mı bo'laverdi. Yani nüfusga qarta ma'nosi mi chiqadi. Sizlarning uyda mushu odam degan vaqtimizda ge deydi. 你们家有几个人 bilan 你们家有几口人 o'xshamaydi. 你们家有几个人 desem, bu sizlarning uyda qancha odam bor? Ya'ni hozir uyning ichida turayotgan odamninki sonini so'rgan bo'ldi. Masalan, qo'shningiz bormi? Masalan, qo'shningiz, akangiz, ochingiz, ya'ni tuqqanlaringiz bo'lgan bo'lsa, 你说我们家现在有10个人, 10 odam bor. 我们家邻居, 我的表弟, 表妹, 表哥, hammasini desangiz bo'laverdi. 这是个. Lekin 你们家有几口人 degan vaqtida bu sizlarning uydagi nüfusga qarta, ya'ni apingiz, dadingiz, bir qo'saq aka ochilaringiz 才是你真正的几口人之家 bo'lib mangdi. Masalan, bizning uyda 3 odam, 3口之家, 3口之家, 那就是爸爸、妈妈, yana birisi men bo'lib mangdi. 好, unda bo'lsa, keyingi so'z dou. Bu xatning yozilishi hang shu hang pie. Mushu qismi laoshidagi lao degan xatga o'xshab qoldi. Osti bir tal nima? Ri. 一个日. Anda majidagi bir tal ardao, ardaudan bir narsa kelsak bo'ldi. Dou degan bir so'z. Bu xatningki yoki bu so'zning ma'nosi bo'lsa
necha xil? Bu so'zniki xarakteriga qarab baqsaq nima ekan? Ravish. Bu hammasini ko'rsatyapti. O'sha hammasi degan bir ma'noni bildiradi. Masalan, savoqdoshlarning hammasi bor desak, 同学们都在 同学们都在 Apınız dadınız yaxşımı? Ni baba mama 好吗? Hammasi yaxşı, 都好 都好 Nama onundan başqa Məsələn, öydekilərimdən hammasi yaxşı degan bolsaq, 家里人都挺好的 家里人都挺好的 desek boludu. Nama tapşırıqımның hammasini ishlab boldum desem, 作业都做完了 作业都做完了 好, mushu 都 degan bu so'zningki ma'nosini bayamlayman dedik, hammasi dedik. Shuning bilan buni saboqdoshlar ishlatgan vaqtida hamma degan mushu ma'noga kirgizib olib, masalan, hamma odam degan bo'lsa, 都人 deb so'zlaydiganlar bor. Bundaq ishlasak bo'lmaydi, ha. Hammasi dedik, palonchi narsalar yoki palonchi odamlarning hammasi. Nima narsani ko'rsatgan bo'lsangiz, shuni avval oldida deysiz, aningdagi keyniga hammasi deb turib, 'do'ni ilib, nim bo'lganligini uning keyniga qo'yishsiz. Masalan, bayam degandek, topshiriq ning hammasini ishlab bo'ldim bo'lsa, avval topshiriqni deysiz, ha. 作业都做完了 Masalan, uydagilaringiz yaxshimi degan bo'lsak, 家里人都好吗 degan bo'lsak, hammasi yaxshi. Shu uydagilarimning hammasi yaxshi deb turib, hammasi deganni oldiga kelib, 都家里人好 desangiz bo'lmaydi. 应该是家里人都好 Nima? Dastlabda degan misolga o'xshash, hamma saboqdoshlar keldi desak, 都学生来了 desak bo'lmaydi, ha. 不能这么说，应该是学生都来了 yoki bo'lmasa 同学们都来了 到齐了 desak bo'ladi. Maddoni ishlatgan vaqtimizda hammasi degan ma'noni bildirgan vaqtida shu nima narsani so'zlayotgan bo'lsangiz, avval shuni deb uning keyniga doni olasiz. Buni unutib qolmanglar. Ha, tushuninglarmi saboqdoshlar? Amsa keyingi so'zga o'tib ketdik. Baba. Baba. Kichikimizdan tortib bizga eng nima deymiz, butun mehr muhabbatini ato qilgan odam bizningki dadimiz, opamiz. Dada deganning hanzu tilida baba. Baba deymiz. Yezilishi qanday ekan? Pena, pena. Anandagin ostida bir talpa, hingzhe, hingshu, shu, wango. Baba. Birinchisini ba, to'rtinchi ton, ikkinchisini yenik ton qilib baba deb o'qiymiz. Baba desak bo'lmaydi, ha. Baba. Dada, ota. Men dadamni so'yman desak, 我爱我爸爸 Mening dadam saqchi desak, 我爸爸是警察 我爸爸是警察 desak bo'ladi. Baba, dada. Amsa ona deganni mama, ya'ni bizningki keyingi so'zi mama. Qandaq? Mama avval ayol kishi bo'lganligi uchun oldida bir tal nima nuzib hang bor. Anandagin keyniga hingzhe, shuzhe, zhegou, hang. Attiki ma degan xat chiqadi. Mama, ona yoki apa. Mening apam doktor desak, 我妈妈是医生 我妈妈是医生 Mening apam bu yil 50 yoshga kirdi desak, 我妈妈今年50岁 我妈妈今年50岁 desak bo'ladi. Mama, ana yoki apa. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z 哥哥 哥哥 哥哥degan bu xat qanday ekan? 横竖 anandagin bir tal kou. 这个横竖钩 qilib yana bir tal kou. Usti
Nama qanda bo'lgan chaqda aka buludu. Mening ustimda yana bir bola bo'lgan chaqda o vaqtida u akam bo'lib mangdi. Masalan, o'g'il bo'lgan bo'lsa, shunaqa. Shuning uchun ustiga bir tal k, ostiga bir tal k qo'shsak aka deganni bildirdi. G aka. Mening akam bir taksi shoferi desak, 我哥哥是一名出租车司机。我哥哥是一名出租车司机。哥哥 Men akamni pek yaxshi ko'raman. 我特别爱我的哥哥。Mening ikki akam bor. 我有两个哥哥。我有两个哥哥。哥哥 ma'nosi aka. Endi akani bildik. Acha deganni jeje. Yani bizdeki bu şu akanın kendiki sözünki ma'nosi jeje deganimiz nima? Acha. Jeje. Jeje. O'xshash jeje hada acha bo'lsin. Bu nima deymiz? Ayol kishi bo'lganlik uchun oldida bir tal nüzi pang chiqadi. Anandikin jejedeki jening keynideki bu fensi 出租车 degan xatdagi mushu zu ismlari bormi? Ashu zu degan xatninki o'ng tarafi mushu jejedeki jening mo o'ng tarafi bo'lib mangdi. Ikki so'zningki peng-pang bu showsi o'xshamaydi. Jeje degan bu so'zningki ma'nosi nimadiq? Acha. Mening bir akam, bir acham bor degan bo'lsa, 我有一个哥哥，一个姐姐。我有一个哥哥，一个姐姐。Mening ocham noyda chiroyli degan bo'lsak, 我姐姐很漂亮。我姐姐很漂亮。Nima akam bilan ochamni qo'shib olib, akam bek kelishgan, ocham bek chiroyli desak, 我哥哥很帅。我姐姐很漂亮 desak bo'ladi. Ha, 姐姐 ma'nosi hada, ocha. Keyingi so'z h. H degan bu xatning yozilishi qarasak, avval iga h. Shunaqa. Bu nima? Yana shu chuzuchodagi zuninki sol tarafi. Keynida bir tal ko h. Ma'nosi bilan. Bilan. Masalan, men bilan siz degan bo'lsak, 我和你 apam bilan dadam desak, 爸爸和妈妈 爸爸和妈妈 undan boshqa masalan men savoqdoshlarim bilan birga o'rganish qilyapman degan bo'lsak, 我和同学们一起学习或者是我和同学一起学习 bilan ishlatgan vaqtimizda a h b ya'ni a bilan b bo'lib chiqadi va 我和他desak bo'ldi. Men bilan u. H bilan degan ma'noni bildirdi. Keyingi so'z 兄弟. 兄 ustiga bir tal ko. Andan 撇竖弯钩. 撇竖弯钩. 兄 akani ko'rsatdi. D degan bu xatga qarasak, 怎么样？ 这是一个点撇横折横竖折折钩竖撇 D 兄 akani bildirdi. D fukani bildirdi. Nama aka fuka na 就是什么？就是akufka. Sizlarning uyda qancha akufkalar bor yoki bo'lmasa sizningki akangiz fukalaringiz bormi desak, 你有兄弟姐妹吗？你有兄弟姐妹吗 desak bo'ladi. Lekin biz odatda aka deganni chaqirgan vaqtimizda shung deb chaqirsak bo'lmaydi. Nima deb chaqirdik? G oldidagi so'zga yolg'iz chaqirgan vaqtimizda g deymiz. Undan boshqa shu hozir biz shu turmushimizda shungdi deb ishlatgan vaqtimizda bu akufka nima bildirdi? Ikki odamning munosabati agarda tamishi shungdi degan bo'lsa, bir oila kishilar bo'lgan bo'lsa, najusha birsi aksi, birsi fuksi degandan derak berdi. Nima? Agarda men bir odamga "Va shu shungdi" degan bo'lsam,
Nama bu nimini gösteriyor desek bizninki naiti yakın dost, yakın ağınla ekanligimizni gösteriyor. Ha şundi desek yakın braderler deganni bildirdi. Ha unda bo'lsa, keyingi so'z jie mei. Jie deganimiz jie acha. Mei deganimiz mei singil. Achi singil. O'xshash bayamqi shunday bilan, agarda birsi men bilan bir oylik kishilar bo'lib, va men shu jie mei degan bo'lsak, u vaqtida bu ikkimizningki munosabati achi singil bo'lib mangdi. Agarda men yaqin do'stlarimga va men shu jie mei degan bo'lsak, bu ikkimizningki munosabatimizningki nihoyatda yaqin, xuddi achi singillar bilan o'xshash ekanligimizni bildirdi. Ha, jie mei achi singil. Jie degan xatni bayam o'rganib bo'ldik. Mei qanday ekan? O'xshash oldida bir talni, anda hang shu pi na. 这是 mei jie mei achi singil. Bayam nima dedik? Sizningki akufka yoki achi singillaringiz bormi desak, ni you shungdi jie mei ma? Ni you shungdi jie mei ma? Mening akufka achi singillarim yo'q desak, wo mei you shungdi jie mei. 我没有兄弟姐妹。那么mening akufka achi singillarim yo'q bo'lsa, men qanday bo'laman? Yolg'iz qiz. Ya'ni bir uyda faqat bir farzand bo'lib, yolg'iz o'g'il bo'lgan bo'lsa, 独生子。好，下面一个词没有，哎，怎么写的？一个三点水，按照那个撇。杭浙湾 qilib 下面一个有这个有的跟那么横撇，按照那个ostda bir tal yu shunaqa横撇竖横折高横没有degan so'zni o'rganib bo'ldik, ma'nosi bor.没有ning ma'nosi yo'q. Masalan, menda pul yo'q desak, 我没有钱. Vaqtim yo'q, 我没有时间. Kitobim yo'q, 我没有书. Yoki bo'lmasa, yana nimam yo'q deymiz. Meningki akam, ukamlar yo'q degan bo'lsam, 我没有哥哥，也没有弟弟。我是独生女，men bir yolg'iz qiz degandek desak bo'ladi. Ishqilib, 没有ning ma'nosi yo'q. Bor desak yo'q desak 没有. Unda bo'lsa bormi, yo'qmi deb so'rasak, 有没有 deymiz. Masalan, sizda pul bormi yo'q desak, 你有没有钱? Yana masalanga, sizning vaqtingiz bormi yo'q desak, 你有没有时间 desak bo'ladi. 有吧, 没有 yo'q, bormi yo'qmi desak, 有没有 deymiz. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z 独生女 deb o'qiladi. Ma'nosi yolg'iz qiz. Demak, bu uyda faqat bir farzand bor. Bu farzand ham qiz bo'lganligi uchun buni nima deydi ekanmiz? 独生女. Endi bu xatning yozilishiga qarasak, 读 一个反全旁, ananing keyingi bir tal cho'ng, qurutdiki cho'ng. 生 qaysi 生的? 学生的生, shunaqa, 学生的生撇横竖横. Anda 女 bu xatni biz pinpang po'shonning ichida o'rganib bo'ldik. 独生女 yolg'iz qiz. Men yolg'iz qiz desam, 我是独生女. Hozir mushu yolg'iz o'g'il, yolg'iz qizlar, mushtaq farzandlar nihoyatda ko'p desak, 现在独生子、独生女太多了 desak bo'ladi. 现在独生子、独生女太多了. 好, unda bo'lsa, keyingi so'z 父母. Bayam dada degani nima dedik? Baba dedik. Ba degan mushu xatningki usti qandaqdi? Pie na. Yana bir cho'ng pie na. Mushu xatni ayrim chiqargan vaqtimizda bu fu degan xat, ya'ni ota. Nima mu deganimiz shu zhe, heng zhe gou, heng dian dian. Mu nimani bildirdi desak, ana, ya'ni mu qin. 父亲, 母亲, qo'shib etsak, 父母, ya'ni ota, ana. Sizning ota onangiz nima xizmat qiladi desak, 你父母
是做什么工作的？你父母是做什么工作的？ Менің ата-анам доктор десек, 我父母是医生。我父母是医生。Баям, сіз апаңыз яхшымы деген чағда не? Папа, мама, то хау ма? Дедік қой. Мүші ата-анаңыз деп ішлесек ме болуды? Не фуму то хай хау ма? Десек ме болыверді. Фуму ата-ана. Мен ата-анамны сүймен, о ай, о да фуму десек болуды. Онда хоса, кенк сөз. 농민, 농민. Қандақ яздыкеміз? 撇横钩, 撇竖提, 撇на. 농. Еза деген мәні білдірді. Езігілік деген мәні білдірді. Нама, min, 横折, 横, 竖提, 横, 弯钩. Min, халық, amma дегенні білдірді. Нама, 농민 бірегі қошып келсек, диққан дегенні білдірді. Онда хосы мәселен, менің ата-анам диққан десем, 我父母是农民。我父母是农民 десек болады. Ха, 农民 мәнісі диққан. Тишу, 爷爷. 爷爷. 爷爷мо қанда қолды дадымыздыңки дадысы, яғни чоң дадымызны爷爷дейміз. Онда қосы дадымыздан дадысы оған деген бұл му оқшаш бір атығы кірді үсті мұшы фу чеңдегі фу білән оқшаш. Астыда хың жығау шу тәп қиті вәсек болуды. Е деке, е чоңдада дегенді білдірді. Мәселен, менің чоңдадам 90 яшқа кірді десек, 我的爷爷90岁了。我的爷爷90岁了。менің чоңдадам найты саламетлік десек, 我的爷爷很健康。我的爷爷很健康 десек болады. Ха, 爷爷 мәнісі чоңдада. Онда қоса, чоң апаны нем дейміз? Най-най. Той, мұшы қатының мәнісі немо? Чоң апа. Най-най. Бұл кемо? Дадымыздыңки апсыны най-най деп чақырымызда. Най-най. Езіліші оқшаш, аял кішігі тәве болғалық үшін алдыды бір тал нүзіп хаң болуды. Андан хаң пе, хаң жы, гоу пе. Най деген қат. Ха. Мәнісі чоң апа. Мәселен, менің чоң апамның ісмі Айнұр болған болса, 我的奶奶叫，或者是我奶奶的名字叫 Айнұр десек болады. Нәмі оныңдан башқа, менің чоң апам найты чырайлық десек, 我奶奶很漂亮. 我奶奶很漂亮 десек болады. 奶奶, мен чоң апамны бәк сейгіндім десем, 我很想我奶奶, 我很想我奶奶 десек болады. Ха, онда қоса, кенкі сөз? 外公, 外公. 外деген бұл қатненке алдыға қарсақ, еліқі до, шынағы до, шының бір бөліміге оқшайды. Андан шу ден, 外, сырты дегені бұлдырды. 公, 公, бұл қайсы, 公司 деге 公, шынағы пе на, әнген пе жы ден, 外公. 外公деген кему? Буа. Бұ яның кему десек, апымыздыңки dadısını 外公 deyimiz. Apamızdınki dadısını nim derkemiz 外公. Na apamızdınki apsını nim deyimiz? Kenki söz 外婆. 外公外婆. Bua muma. Bua muma. 外公外婆. 外婆deki po деген қатына қандақ yazdı ekemiz? 点点提 bir talsan den şöy şunaqo 横钩撇 шу 横撇 na. Bu деген бір қатны езуетіп, астыға әнің деген, яны бір тал нү деген қатны әкеліміз. Вай по мұма. Мәселен, буам мұмам өйді десем, вай гong вай по зай жа. Ха, чоң апам чоңдадам, Бейжіңда деген болса, ие нәнә зай Бейжің,
Buam mumam Ürümçide desek, Vaygun vaypo在乌鲁木齐 desek buludu. Dadımızın dadısı yeye, dadımızın apısı nay, apımızın dadısı vaygun, apımızın apısı vaypo. Ha, esinglardan çıkıp kalmışsın, hem almıştırıp etmenler. Onda olsa, en ahırkı söz didi. Didi. Didi degen bu söz qayada çıktı? Bayamqı şun diyinin içinde çıkıp oldu şunağı. Di degen bu sözün ki mənisi ufka. Yazılışı dian pie, heng zhe heng, shu zhe zhe gou, shu pie. Di ufka degeni bildirdi. Mening ufkam o'quvchi desek, 我弟弟是学生. 我弟弟是学生. Mening ufkam 10 yaşga kirdi desem, 我弟弟今年10岁. 我弟弟今年10岁. Hao, onda olsa, bugünkü sözni tushundirib bolduq, ügünüp bolduq, sabaqdaşlar. Hemmini tushundinglarmi, bildinglarmi? 那今天我们的生词就这样子讲完了。那同学们都听懂了吗？都会了吗？如果有什么疑问的话，我希望你们呢能够把这个视频再看一遍。Agar o'ttirliqda barabar tushunmay qolgan yeringlar bo'lsa, mushu filmni yana bir qitim qaytlab ko'rib o'tishinglarni umid qilaman. Endi eng oxirida men bilan agishib barliq so'zlarni bir o'tkazib o'taylik. Har birisini 2 qitimdan, ha? Unda bo'lsa, boshladik. 家 家 几 几 口 口 都 都 爸爸 爸爸 妈妈 妈妈 哥哥 哥哥 姐姐 姐姐 和 和 兄弟 兄弟 姐妹 姐妹 独生女 独生女 父母 父母 农民 农民 爷爷 爷爷 奶奶 奶奶 外公 外公 外婆 外婆 弟弟 弟弟。好，那今天我们的课就算是上完了。Onda xusu bugünkü ders mishada oyoqlashdi. 作业是每一个生词抄2行，然后选择其中的3个造句. Topshiriq har bir so'zni 2 qo'ldan ko'chirib, o'ttirda 3 ni tanlab cümle tuzib o'tinglar. Onda bo'lsa, kelarki sonda ko'rishaylik. Tanishimiz 再见.